Bir onadan mana shunday savol kelibdi. Meni bolam DTP, yoshi 11 da, o'zi o'tiradi, gapiradi, ammo yurmaydi. Biz endi kechikdik deb boshqa davolashga olib bormayapmiz. Hali ham bolamni yurgizishni imkoni bormi deb yozibdilar. Mana bu bolajon Ziyorbek bizga Surxondaryodan kelib davolanadi. Bolaning yoshi 15 da. Ziyorbek hozirgi kunda har oyda 15-20 kunlab massajga olishga hamda 3 oyda bir umumiy lecheniya kompleks davo uchun kelib davolanmoqda va 3-4 oy davomida mana shunday davolashlar natijasida bizning xatti-harakatlarimiz natijasida Ziyorbek 20 sekund o'zi mustaqil turish darajasigacha va mana shunday bir nimalarni ushlab yurish darajasigacha yetib keldi. Bu bolajonni bizga olib kelishganda buni yurib ketishiga bizda hech qanday shubha bo'lgani yo'q. Albatta, avvalo Alloh. Inshaalloh biz ishonamizki, Ziyorbekning natijalarini, ya'ni yurib ketgan videolarni ham mana shu profilimizda joylab boramiz. Bizni kuzating. BMP klinikasi natija bilan gapiradi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20